Shuncha video qildik. Sanlarga ta'sir qilmadi-da, qara. Befarosat, gigiyenaga tupurib qo'ygan bir qirindilar. Yana nima deyish mumkin? Bundan boshqa yana nima deyish mumkin? Mayli, gap kirmayaptimi? Sanlarga bitta retsept ko'rsataman-da, xuddi mana sandaqalarga. Mana kichkina qoshiqda chayni soda. Ozgina bunga uksus. Oddiy uksus mana. Bijillaydi. Yarimta limon siqasan ichiga. Обычный zubnoy pasta solasan ozgina mana. Bo'ldi mana. Aralashtirib, ichib yurmagan yana buni. Surib 15 minut ushab, keyin yuvib tashlaysan. Shuni har kuni qo'ltig'ingga, sho'shoqlaringga qil. Yo'q qil junlani. Gigiyenaga e'tibor ber. Sandaqalarni deb o'sha zalga mana qilib, mehrli so'zlarni yozishga majbur qildilaring. O'zingga qarab, toza bo'p, nice bo'p yuringlar. Zaldagi dush faqat yuvinish, chayinishga